bel og'rig'i, oyoq og'rig'i, yana. Xo'p. Yana nimalar? Shu bel og'riq, oyoq og'riq tolib ichimim qotar edi. Ha, xo'p, ichim qotarmidi. Shundan mana kallamga doğru bo'yinda orqasi bilan og'riq edi. Bo'yinning orqasida ham og'riq bormidi? Shu yil bilan og'riq edi, ha. Xo'p, boshim bilan. kelgan paytda bugun necha kun bo'ldi kelganingizga? 3-chi kun. 3-chi kun bo'ldi. Nima o'zgarishlar bu? Xudoga shukr, yaxshi, yotishlarim yaxshi. Yaxshi qoldingizmi? Xo'p, ishlarchi? Ichim ham yaxshi. Yaxshi bo'lib qoldimi? Kelib qoldimi? Bel og'rig'ichi? Dorilarni ichyapman. Bel og'rig'i pichi passaydi. Yaxshi, yengil bo'lib qoldingizmi? Keyin turib egilishingiz yaxshi, juda ham buklanib qoldingiz-da. Tiz og'rig'i? Yaxshi. Hammasi yaxshi bo'lib qoldi, Xudoga shukr. Nimalar to'g'ri qilyapsizmi? Ovqatlanishlar qilyapsizmi? Dichinalarimiz olyapsiz? Masajchi, masajlarda. Masajni ham olyapman. Masajni ham olyapsiz? Masajimiz qanday ekan? Yaxshi qilyaptimi? Yaxshi, juda yaxshi. Zo'r qildimi? Mana tuz bosgan edi-da orqamda. Juda tuz bosgan. Xo'p. Shundan ancha yaxshi. Burilib, qarang, egilib turishlaringiz qanday edi? Qiyindi? Bunday zo'rdan o'tirib turardim. Yengil bo'lib, xuddi mana orqada belda bir toshborday turardi. Belda, toshday, O'sha narsa yo'q. O'sha narsa ketdi, tiz og'rig'ichi? Xudoga shukr, yaxshi. Tiz og'rig'i qanday? Tiz og'rig'i ham yaxshi. Tizlama urmayapti. Tiza yaxshi bo'lib qoldimi? Bosh qanday bosh? Boshim yaxshi Xudoga. Bosh yengil bo'lib qoldimi? Hamma yeri yengil bo'lib qoldi-ya. Qarang, mana bunday narsada bizlar hammasi giyohlar bilan tabiiy narsa bo'lyapti-da. Bunday dori-darmon qilmayapti. Agar siz o'zingizni ehtiyot qilib tursangiz, to'g'ri ovqatlanib tursangiz, o'zingizga qarasangiz, o'sha zax shamol sovuqdan ehtiyot qilsangiz, og'riqlar ketadi. Batamon qo'yinglar. Mana hozir lichinani oldingiz, inshaalloh lichinadan keyin yaxshi bo'lib qoladi. O'sha bellar yengillashadi, tizzalar og'riq qo'yaveradi. Bular nima? Hamma o'sha nervlarni uyg'otish, bellarda tuzlarni ko'chirish maqsad. O'sha bosh og'rig'i, bel og'rig'i, bo'yin og'rig'i hammasini ketkazish maqsad. Ha, inshaalloh Xudo xolasa. Xudoga shukr. Ancha yaxshi. Bolalaringizga shukr, doktor. Xudoga shukr. Ko'z tegmasin. Ancha yaxshi bo'lib qoldim. Endi 8 kun yotaman, Xudo xolasa. 3 kunda o'zi shuncha. 3 kunda yengil. Hali yana oldinda yana 4-5 kun bor-da. 4-5 kunda yana bor kasalliklar yo'qoladi. 5 kun bor. Aytganingiz kelsin. Yana nima o'zgarishlar bo'ldi? Shu holatim yaxshi, Xudoga shukr. Kayfiyatim zo'r. Kayfiyat zo'r. Birinchi mana shu og'riqlar pasayib ko'zim ochildi. Og'riqlar ketib ko'z ochildi. Oldin ko'z yumuqmidi? Og'riq bo'lsa ko'zingiz yumuqdaydi, tavba qildim. Qarang, birinchi o'rinda e'tibor qilamiz. Bizlar lichinani qilib olamiz o'zimiz. Bu yerda o'sha nina qo'yib tabiiy usullar bilan davolab olamiz. Uyda qilinadigan narsa esingizdan chiqmasin. Birinchi o'rinda nondan voz kechasiz. Ikkinchi o'rinda xamirdan bo'lgan narsadan voz kechasiz. Uchinchi narsa shirinlikdan voz kechasiz. Shirinlikning o'rniga mevalar, olmalar, uzum, banan, ular shirin-ku, asal, toza asal yeyvering. To'rtinchidan qovurilgan narsadan voz kechasiz. Dimlab yeng, parda pishirib yeng, qaynatib yeng, go'shtni hammasini yeyvering, qaynatib yeng. Undan keyingisi saska, kolbasa, margarinlar yemaysiz. Mana bular siz uchun o'ta ziyon bo'lgan mahsulotlar. Hechtiga shunda yaxshi bo'lib qolasiz. Mana hozir 3 kunda yaxshi bo'ldingiz, chunki ichaklaringiz dorilar yaxshi ekan. Sababi u ichaklarni, o't qopini, oshqozon osti bezi hammasini tozalaydi birinchi o'rinda. Ikkinchidan ishlaringiz yaxshi bo'lib qoladi-ku. Ish kelishlar yaxshilanadi. Undan keyin ana u bellarga, bo'yinlarga nina qo'ysak, biz o'sha bel bo'yindagi tuzlar ko'chadi. Ham ichki tomondan tozalanasiz, ham tashqi tomondan, ham massaj. Hammasi tabiiy usulda. Sizga ortiqcha dori-darmon berilmayapti, mana ko'ryapsiz. Hammasi giyohlar ichilayotgan narsa. Shularni qilib tursa, Xudo xolasa ko'rmagandek bo'lasiz. Xo'pmi? Aytganingiz kelsin. Yana nima muammolar? Boshqa muammo yo'q. Yaxshi hammasi. Mana shu beldan, oyoqlardan